Ijtimoiy tarmoqlarda voyaga yetmagan qizga nisbatan tazyiq va zo'ravonlik bilan fohishalik qilishga majburlash holati aks etgan video jamoatchilikda keskin e'tirozlarga sabab bo'ldi. Holat yuzasidan Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xabar berdi. Ichki ishlar organlari ushbu holatni o'rganib, video tasvirdagi shaxslarning kimligini aniqladi. Ma'lum bo'lishicha, ilgari bir necha marotaba sudlangan 2004-yilda tug'ilgan ayol 2008-yilda tug'ilgan shaxsni Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumanidagi xonadonda ushlab turgan. Uning telefonini olib sotgan va muntazam tazyiq o'tkazib kelgan. O'rganishlar natijasida jabrlanuvchilarning huquqlari qonuniy tartibda tiklandi. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan gumonlanuvchi shaxsga nisbatan Jinoyat kodeksining 138-moddasi 2-qismi A bandi, 135-moddasi 3-qismi A B bandlari va 166-moddasi 2-qismi A bandi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atildi. Unga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozirda jabrlanuvchiga Ijtimoiy himoya milliy agentligi Andijon viloyati boshqarmasi tomonidan psixologik, yuridik va ijtimoiy yordam ko'rsatilmoqda.